O you who have believed, whoever of you should revert from his religion, Allah will bring forth in place of them a people He will love and who will love Him, who are humble toward the believers, powerful against the disbelievers. They strive in the cause of Allah and do not fear the blame of a critic. That is the favor of Allah. He bestows it upon whom He wills. And Allah is all-encompassing and knowing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadirli qarindoshlarım, hammanglarning yaxshi turayotganinglarga tilakdoshman. Mening ismim Ahli Davo. Men amdi musulmon bo'ldim. Hamdlar bo'lsinki 2012-yili 23-dekabr musulmon bo'ldim. O'z hikoyamni qisqacha sizlar bilan bahrlanishni o'ylayapman, Allohning izni bilan. Keyin musulmon bo'lgan kishilar mushkul bir mazgilni beshidan o'tkazadi. Ailelari, do'stlari va jamiyat taraflaridan tashviqilgandek, chetga qiqilgandek his qiladi. Buning eng muhim sabablaridan biri axborot vositalarining islomga qarshi bo'lishi. Dunyoning har qaysi joylarida ummatning boshiga kelganlarini bilamiz. Bu ishlar keyin musulmon bo'lgan nurg'un kishilarga qarshi besim shakllanishiga sabab bo'ladi. Men hozir musulmon. İslamni tanlashdan burun bir yaratquchining borligiga ishonatdim. Uning borligini bilatdim. Bir musulmon qarindishimiz menga islomni tunishtirganga qadar bir dinga ishonmaydi. U menga islomni tunishtirdi va ma'lum narsalarni so'zlab berdi. Bu meni o'ylantirdi. Men o'zim haqida o'ylandim. Ayog'imning bir yasilish maqsadi tursa, chapunimning bir yasilish maqsadi tursa, men bu narsalarga qaraganda texmi murakkab bir tuzilishga ega. Qanday qilsa mening bir yaratilish g'oyam bo'lmaydi? Bu meni chunqur o'yga soldi. 3,5 yilimni Xristian, Islom, Buddizm qatorliq nurg'un dinlarni tadqiq qilish bilan o'tkazdim. Bütün dinlar orasida islomga dunyoning hamma tarafidan hujum qilinayotdi. Media orqali qilingan hujumlar, islom davlatlariga qilingan hujumlar. Qadrli qarindoshlarim, men musulmon bo'lganimda, garchi bu hujumlar bo'lmasa-mu, meni haqiqatan hayron qoldirgan bir ish bor edi. İslamni yomon ko'rsatish uchun qilingan bütün hujumlarning aksicha islom kengayotdi. Guinness rekordi qomusiga ko'ra, keyin musulmon bo'lganlar bilan islom eng tez kengaygan dindir. Islom yaqinqi yillarda 235% atrofida kengaydi. Amerikada har yili 100 ming kishi musulmon bo'lib o'tadi. Yangi tadqiqotlarga asoslanganda Angliyada 50 ming bilan 100 minggacha bo'lgan kishi musulmon bo'ldi va islomni qabul qildi, qadrli qarindoshlarim. Sizlar bilan faqat bir shayni o'rtaq bahrlanishni o'ylayapman. Bu uchur musulmon oilasida tug'ilib o'sganlarga. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Tavba surasida mundaq deydi-ki, Alloh bu yerda bevosita musulmonlarga, iymon etganlarga xitob qilyapti. Dünya hayotiga rozi bo'ldingizmi? Dünya hayotini oxiratdagi baxt bilan tegishishga rozi bo'ldingizmi? Dünya hayotidan bahramon bo'lish oxiratning ne'matlari bilan selishtirganda arzimas narsadir. Qadrli qarindoshlarim, bu bir uyg'onish chaqiriqi. Bu filmning maqsadi sizlarni islom dinining ne qadar qimmatli ekanligi, ne qadar qimmatli bir narsaga ega ekanliginglar haqida o'ylantirish. Lekin siz qadrini bilyotamsiz? Qur'onda meni haqiqatan chunqur ta'sirlantirgan, mening beshimni silkitgan boshqa bir oyatmi bor. Ulug' Alloh shundoq deydi: Ey mu'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ladigan, Alloh ularni do'st tutadigan, ularni Allohni do'st tutadigan, mu'minlarga kuyinadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilguvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Bu Allah'ın faziletidir ki hemmini bilgiçidir. Qadrli qarindoshlarim, bu ayetning ne kadar muhim ekanligi ve ne kadar haq ekanligini bilyotamsiz. Bu ayet günümüzde reallikka aylanyotamdi. Ulug' Allah sizlarga Qur'ondagi bu oyatda deydi ki, agar siz dininizdan yuz o'rsangiz, Allah sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni keltirdi. Endi tig'i nima haqida so'z qilyapti? İslam yükseliyotidu. İslam dünyanın her yerinde kengiyotidu. Amerika'da, Braziliyada, Xitoyda, Kanadada, dünyanın her yerinden insanlar İslamga keliyotidu. Allah bilan qasamki, Allah'ның hiçbirimizga ihtiyacı yok. Bir dini qarindishinglar bo'lish suputim bilan bu uchurni sizlarga yetkazish mening burchim, qadrli qarindoshlarim. Bak kichikmasdan Allohning arg'amchisiga tezdan yepishing.
dininizning ne kadar qimmatli ekanligini biling. La ilaha illalloh deyishning qadrini biling. Assalamu alaikum, my name is Darren Myatt, born and raised in England. I embraced Islam in October 2001 and mashallah I've been doing dawah ever since. Assalamu alaikum, my name is Amber. I've been Muslim for 8 years. I come from a mixed race background. Dawah is really important. We need a lot more videos and we need a lot more people coming and explaining what Islam is to the people. If there had been more people doing dawah, I could have come to it a lot sooner. So inshallah, people will come to it more when they have the knowledge. Assalamu alaikum, brothers and sisters. My name is Sultan Abdul Malik. I'm from Los Angeles, California. And my mom and dad have been reverts since 37 years ago. And I've been giving dawah for 2 years, alhamdulillah. Assalamu alaikum, my name is John Fontaine. I've been a Muslim for about 7 years now. And before I was a Muslim, nobody actually gave me dawah. No one actually called me to Islam. So since accepting Islam, I've been actively involved in dawah, calling people back to Allah, to worshiping the one Creator. Uyg'unun qadrli qarindoshlarım, inshaalloh bu siz uchun bir uyg'unish chaqiriqi bo'ladi. Inshaalloh qo'lingizda bo'lgan bu olmosning qimmatini bilarsiz. Bir qarindishingiz bo'lish suputim bilan sizlarga Allohning salomi, rahmati va barakatini tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh hammanglarni to'g'ri yo'lga boshlasin va jannatga kirgizsin.